Jangchilar, otalar, gapimga xafa bo'lmang. Lekin gapirmasam bo'lmaydi. Farzandingizni yaxshi o'qimagan bo'lsa, kelajakda o'z o'rnini topolmagan bo'lsa, qora mehnatda kunini o'tkazib yurgan bo'lsa, siz aybdorsiz. Faqat siz aybdorsiz. To'g'ri, uni boqish uchun, qornini to'yg'azish uchun harakat qilgansiz, lekin bu kam. Men ayblamayman. Siz o'zingizni o'zingiz ayblang. Farzandingizni yaxshi o'qimaganligida, yaxshi o'qitolmaganligingizda o'zingizni o'ziz ayblang. Sizdan keyingi sizni avlodingiz to'xtasin ilmsizlikda davom ettirishda. Ular ilm olsin, hech bo'lmasa bolangiz davom ettirsin ilm yo'nalishini. Siz shuni harakatda bo'ling. Bolangiz sizdan keyin ilmli bo'lsin, yaxshi yashasin, chiroyli bo'lsin. Bu kasb egasi bo'ladimi, hunar egasi bo'ladimi farqi yo'q. Ilm odamni xor qilmaydi. Ko'pchilik o'qib nima bo'larding deyshadi, hozir ham bor. Undan ko'ra ishlab pul top deydi. O'sha ishlab pul topish uchun ham ilm kerak. Oliy ma'lumotli bo'lish degan ilm emas bu. Hamma narsada ilm kerak. O'sha uchun o'zingizni doim aybdor his turing bolangizni yaxshi o'qitmaganingiz uchun.